Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darslik desa ham bo'ladi, ba'zilar lekin biladi yo bilmaydi. Sizlar uchun Telegramda prim emoji yasashni o'rgatib o'taman. Uning uchun bizga Telegramda bu bot kerak bo'ladi. Aniqroq bo'ladigan bo'lsak, buning uchun stickers bot yozasiz, o'zi galochkali bot chiqib keladi. Bunga kirib olamiz va men hozir sinov uchun qilgan edim. Bizlarga qaysi kerak? New emoji pack mana shu kerak. Shuni jo'natamiz va bizlarga static emoji kerak. Static emoji deb belgilagandan keyin misol uchun emoji nomi nima bo'lishi kerak? O'shani kirgizasiz. Xo'p, rasmingiz 100 pikseldan iborat bo'lishi kerak deyapti. Uning uchun bizga Play Marketdan yoki App Store'dan Pixel Lab programmasi kerak bo'ladi. Mana Pixel Lab programmasi menda bu o'rnatilgan. Shu uchun o'rnatishim shart emas. Promoy ochaveraman. Xo'p, Pixel Lab programmaga kirganda xo'p, misol uchun nima qilmoqchiman? Misol uchun mana shuni Xo'p, men tayyor yo'q, shuning uchun yasab ko'rsatyapman. Bu joyini tezlashtirgan qadar qilishim ham mumkin. Mana shu shriftda deylik. Buni orqasini yo'q qilib, yoki rasm bo'lsa, rasmni orqasini chiqartamiz. Mana yerda save as image tarzida saqlab olamiz. Bosamiz PNG ko'rinishda. Bu yerdan customda belgilaymizdagi Telegram aytganda 100 ga 100 pikselda saqlab qolamiz. Saqlandi. Telegramga qaytib bu rasmimizni tashlaymiz. Bizlar fayl qilib tashlashimiz kerak, adashdim. Xo'p. Endi emoji saqlang deyapman. Emoji uchun bironta emoji, kulgan emoji qo'yamiz. Bubble chiqsak, skip qilamiz, bu joy kerak emas. Misol uchun Majid 27. Mana. Biz stikerimiz tayyor. Qora bo'lib qoldi. Keling boshqacha qilamiz unda. Rangliroq bo'lishi uchun bu yoqdan rangini ko'kmi yoki sal to'qroq rasm ko'rinadigan qilib qo'yamiz. Xo'p. Qaytadan saqlab olib, ko'zimda 100 ga 100 qilib olamiz. Bu yerda adashgan ekanman. Add emoji tarzida mana bu yerda add emoji tarzida mana shuni yozgan holda stickeringizda yana qo'shimcha qo'shib olishingiz mumkin. Mana tan qilamiz va tayyor. Agarda mana buni ko'radigan bo'lsak, xo'p, Abdumajid bu birdan qo'shilmaydi. Ma'lum muddat o'tgandan keyin, 5 muddat o'tgandan keyin qo'shiladi. Endi buni menda premium bo'lgani uchun va shuni aytib o'tmoqchimanki, kimga arzon tarzda premium kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram premium kanaliga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanal havolasini описание yoki chat video описаниesiga yoki video tagiga yozib qoldiraman. Telegram premium arzon. Mana
O'zim bu yerda admin ham egaman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'yish uchun mana bosamiz. 27 soni qo'yildi mana.